hamma sen bilan hisoblashadigan bo'ladi. Kun kelib, hali hamma senga bosh egadi. Sen ularga hukmingni o'tkazasan. Men qilolmaganlarimni sen qilasan. Onasining qizi. Hali ko'radiganimizni ko'ramiz bunda. Menga erk berma Mehrimoh. Qarshingda kim turganini unutma. Aslida siz qarshingizda kim ekanini unutmang. Men Sulton Sulaymonning qiziman. Bu ne jur'at? Senga izoh berib o'tiramanmi? Asli Sulton xonim, xattim sig'at. Hukmdorimizdan bo'lak hech kim meni bu saroydan quvib chiqara olmaydi. Men boshqa sulton xonimlarga o'xshamayman. Mening ismim Mehrimoh Sulton. Xurram Sultonning qiziman. Sizni nafaqat saroydan, istasam poytaxtdan ham haydataman. Kim menga qarshilik qila oladi? Chiqsin oldimga, ko'rib qo'yay. Sulton xonim, saroy qoidalari va taommillariga ko'ra. Jim bo'l. Saroy qoidalarini endi sendan o'rganaymi? Uni saroyda ko'rishni istamayman. Agar saroyga yana qadam qo'ysangiz, avvalo Mardonovaning